Assalomu alaykum. UzReportda huquqiy nigohning navbatdagi soni siz bilan yon atrofimizdagi voqeliklarga huquqiy nazar tashlaymiz. Bugun 2026-yil 1-yanvardan kuchga kirgan yagona QR kodli to'lov tizimi haqida gaplashamiz. Ekspertlarimiz Otabek Bakirov, iqtisodchi, Zokirjon Umarqulov, Soliq qo'mitasi davlat soliq bosh inspektori, Javlon Kasimov, Soliq qo'mitasi davlat soliq bosh inspektori. Xush kelibsizlar. Mavzu juda ham dolzarb. Bejizga biz bu mavzuni tanlamadik. Sababi tadbirkorlarda, bevosita soha vakillarida aynan mana shu yangi tizimni joriy etish bilan bog'liq ko'plab savollar bor. Ayrim chalkashliklar ham bor edi. O'ylaymizki, sizlar bilan ko'pchilikni qiziqtirgan savollarga oydinlik kiritamiz. Dastlab bilmoqchi bo'lganimiz, joriy yil 1-yanvardan boshlab elektron to'lovlar yagona QR kod orqali qabul qilinishi belgilangan edi. Nima uchun bu tizim joriy etilyapti? Uni afzalligi nimada? Dastlab shu haqida aytib o'tsangizlar. O'zbekiston Respublikasining haqiqatan siz aytgandek 246-sonli farmoni qabul qilindi. Albatta bu farmonni qabul qilishdan asosiy maqsad ikkita holatni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni birinchi holat bu yashirin iqtisodiyotni qisqartirish. Ya'ni iqtisodiyotimizdagi yashirin iqtisodiyotni kamaytirish, shuningdek savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi naqdsiz hisob-kitoblarni amalga oshirish. Albatta bu orqali naqdsiz hisob-kitoblarni rivojlantirish orqali, demak, xufiyona iqtisodiyotimizni albatta qisqartirish asosiy maqsad sifatida ko'rilgan. Shu sababli hozirgi kunda amaliyotimizda xufiyona iqtisodiyotni asosiy vujudga kelayotgan omillardan biri bu iqtisodiyotimizda naqd pulni vujudga kelishi. Endilikda ushbu naqd pulni iqtisodiyotda kamaytirish, faqat naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish maqsadida shu farmon qabul qilindi desak to'g'ri bo'ladi. Bu to'lov tizimi aynan qaysi toifadagi munosabatlarga tatbiq etilishi rejalashtirilyapti? Bilamiz, farmonda qator belgilangan edi. Shu farmon bilan belgilab berilyapti. Ya'ni 2026-yil 1-apreldan boshlab bir qator to'lov tizimlari naqdsiz to'lov, ya'ni bank kartalari, shuningdek naqdsiz hisob-kitoblar orqali amalga oshirilishi belgilab berildi. Jumladan bu davlat xizmatlari uchun to'lovlar. Ya'ni bilamiz, davlat xizmatlaridan turli xil xizmatlarni xarid qilamiz va ushbu holatda to'lovlarni albatta naqdsiz holatda amalga oshirish. Ikkinchi holatda kommunal to'lovlar, ya'ni issiq suv, gaz, elektr shu sohadagi xizmatlar bo'yicha albatta naqdsiz hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Shuningdek, tamaki va alkogol mahsulotlarini xarid qilishda ham naqdsiz hisob-kitoblar asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, qiymati 25 million so'mdan ortiq bo'lgan tovar va xizmatlarni xarid qilish, shuningdek ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshgan avtotransport vositalarini xarid qilish ham naqdsiz hisob-kitoblar asosida amalga oshirilishi belgilab berildi. Yana bir masala bor. Otabek aka, sizni bevosita kanalingizda shu ma'lumotlarni o'qigan edik, tushuntirishga harakat qilgan edingiz. Aynan maxsus QR kod va yagona QR kodning farqi nimada? Aynan mana shu tushunchalarni sinonim deb o'ylayotganlar ham bor edi, chalkashtirib yuborayotganlar ham bor edi. Mana shu tushunchalarga ham oydinlik kiritib ketsak, nazarimizda to'g'ri bo'lardi. Avvalambor Sevara taklif qilganingiz uchun rahmat va bugun tadbirkorlarimiz, iste'molchilarimiz uchun juda muhim bo'lgan mavzu sizni dasturingizda ko'tarilayotganida mana soliq qo'mitamizdan mutaxassislar chaqirilib shu mavzu o'rganilayotganligi va qanchalik bizga noqulay bo'lishidan qat'iy nazar savollarga javob berishga urinayotganimizdan men xursandman. Chunki shunaqa bo'lib qoldiki, oxirgi 2 haftada mavzu juda ham muammoli va serqirra, ayni bir paytda kommunikatsiya talabi bo'lishiga qaramasdan ko'pgina ommaviy axborot vositalarimiz bu mavzuni ko'tarishdan o'zlarini tiyishmoqda-da. Men oxirgi 2 haftada faqatgina ko'rdim, shu soliq qo'mitasi bir onlayn seminar o'tkazdi. Men juda xursand bo'ldim shu onlayn seminarga. Garchi hamma u formatda savollarga javob berish imkoniyati bo'lmagan bo'lsa ham, ancha-muncha savollarga bir 40 minut, 50 minut davomida javob berishga harakat qilindi. Shuning uchun men o'ylayman, avvalambor kommunikatsiyani yaxshilash kerak. Mana hozir siz aytyapsiz, farqi nimada o'zi deb turibdi. Kommunikatsiya yo'qlik paytida iste'molchilar ham, tadbirkorlar ham o'zlarida tug'ilayotgan, amaliyotda tug'ilayotgan savollarga javob olmay qiynalaveradi. Chunki hamma jarayonlarni ham farmonda yoki qarorda aks ettirib bo'lmaydi. Ko'p jarayonlarda shu yuzaga kelganda, muammo yuzaga kelganda yetish kerak yoki korrektirovka qilish kerak bo'ladi. Endi 246-sonli farmon bilan raqamlarga ham e'tibor bering, yaqin 247-sonli qaror boshqa hujjat. Yo'q, ketma-ket emas.
Farmon 10 dekabrda chiqdi agar adashmasam. 247-sonli qaror 12 avgustda chiqqan agar adashmasam. Lekin raqamlar, belgilangan raqamlari bir-biriga yaqin bo'lgani uchun go'yoki bu hujjat ayni birdek yoki yonma-yondek tuyuladi. 246-sonli farmon bilan siz to'g'ri aytyapsiz, yagona QR kod orqali hisob-kitoblar belgilangan. Bu hisob-kitoblarni tijorat banklarida generatsiya qilinadigan QR kod orqali hisob-kitob ta'minlanadi. Ya'ni tijorat banklarida QR kod oladi tadbirkorlarimiz, yuridik shaxslar deyilgan yerda. Chakana savdo va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadigan yuridik shaxslar o'zlariga xizmat ko'rsatadigan tijorat banklarida o'sha to'lovlarni qabul qiladigan yagona QR kod, shu so'zga e'tibor berishingizni so'rayman. Yagona QR kod qabulni generatsiya qilishlari va 1-yanvardan boshlab shu savdo nuqtalarida o'rnatishlari kerak. Bu hali majburiy emas. 1-iyuldan boshlab 2026-yil 1-iyuldan boshlab yagona QR kod butun O'zbekiston hududida, yana qaytaraman, chakana savdo va pulli xizmat ko'rsatuvchi yuridik shaxslar uchun majburiy bo'ladi. Endi ikkinchi masala bor, 247-sonli qaror bilan belgilangan maxsus QR kod masala bor. Bu huquqiy rejim 2030-yilgacha davlatimiz rahbarini imzolagan qarorlarda belgilaniki, xususiy tadbirkorlar, yakka tartibli tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar, o'z bandlar uchun huquqiy rejim e'lon qilindi. Bu huquqiy rejimga ko'ra shu raqamli platforma orqali turli to'lov tashkilotlari maxsus QR kod, shu so'zga e'tibor berishingizni so'rayman, maxsus QR kod shakllantirib 1-yanvardan boshlab chakana savdoda shu maxsus QR kodni xuddi to'lov terminallari va nazorat kassa mashinalari bilan bab-baravar ishlatishlari kerak bo'ladi. Shu o'rinda bitta narsani aytib ketish kerak. Juda ko'p savollar ham, e'tirozlar ham shundan iborat bo'lyaptiki, bu e'tibor bersangiz, ikkalovi bir-biriga yaqin tushuncha, lekin bitta tushuncha emas. Shu nuqtai nazardan ham savollar paydo bo'ladi. Birinchisi aytilyapti, ilova majburiy emas deyilyapti. Afsuski, hozir 1-yanvardan boshlab maxsus QR kod shakllanadigan ilova yagona. Bu asosiy e'tirozli savollar ham shu yerdan kelib chiqyapti. Bu e'tirozlar soliqchilarimizga emas. Bu e'tirozlarimiz bu huquqiy rejimda faqatgina bitta to'lov tashkiloti ishtirok etayotganligi bilan bog'liq. Har qalay ma'ni e'tirozim yoki qaysidir tadbirkorlarning e'tirozlari shundan iborat. Aytilyapti shunda, ilova majburiy emas, lekin QR kod majburiy deyilyapti. QR kodni faqatgina bitta ilovada chiqarib olish mumkin bo'lsa, generatsiya qilish mumkin bo'lsa, demak ilova ham majburiy degan mantiqiy zanjir paydo bo'lib qolyapti-da. Mana shu savol afsuski ko'tarilmayapti. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, o'sha avgustda qaror chiqqan paytda davlatimiz rahbari bitta yagona platforma haqida yozmagan qarorida. U aniq belgilanmagan. Raqamli platformalar deyilgan, o'sha yerda e'tibor bersangiz. Raqamli platformalar. Lekin bu raqamli platformalarga qo'yilgan talablarga afsuski faqat Paynet mos keladigan qilib shart-sharoit yaratilganda, boshqa to'lov tashkilotlari, bu Osonmi, Alifmi, katta to'lov tashkilotlarini aytyapman. Ular inobatga olinmayapti. Klikmi yoki ular bu huquqiy rejimda ishtirok etish imkoniyatidan mahrum bo'lib qolishgan. Nima uchun aynan mana shu platforma tanlandi? Mana shu savolga javob beruvchilar ham bormi? Bu tender o'tkazib tanlanganda ham misol uchun hech kimda e'tiroz bo'lmagan bo'lardi. Tenderda yutdi, eng yaxshi shart-sharoitlarni berdi deyish mumkin edi. Albatta bu platformani balki uni boshqa platformalarga qaraganda qanaqadir ustunlik tomoni bormi? U albatta boshda to'g'ri aytishdi. Ya'ni ayni bu platforma to'g'ridan-to'g'ri biz tomonimizdan qatnab ishlab chiqilmagan. Ya'ni prezident qaror chiqqanda, ya'ni avgust oyida tasdiqlangan 247-sonli qarorda tasdiqlangan. Ya'ni unda aytilgan elektron platformani yaratish, unda haqiqatan qanday platforma bo'lishi, unga qanday shartlar qo'yishi belgilab berilgan. Ya'ni misol uchun bu shartlardan biri albatta soliq to'lovchilarga yagona platforma imkoniyati yaratib berishi, shuningdek soliq to'lovchilarini yagona, ya'ni o'zini band qilgan shaxslar, shuningdek yakka tadbirkorlarni soliq hisobotlarini avtomat shakllantirib berishi. Shuningdek ularni topshirish majburiyatlari, soliqlarni to'lash majburiyatlarini ham xuddi shu platforma elektron to'lov tizimi tashkiloti yuklatilishi. Shuningdek ushbu to'lov tashkiloti platformasi IT Park rezident sifatida ro'yxatdan o'ta olmasligi shartlari belgilab berilgan. Hozirgi kunda o'sha qarorga asosan, ya'ni birinchi navbatda, ya'ni sinov tariqasida albatta bu xolis Paynet tanlab olingan. Sinov tariqasida tanlangan. Uni soliq qo'mitasi aynan tanlamagan, chunki biz ijrochi tashkilotimiz, uni albatta Moliya vazirligi hamda Vazirlar Mahkamasi bilan kelishgan holda ushbu qaror ijrosi ta'minlangan. Birinchi navbatda o'sha Paynet xolis ilovasi tanlangan va ular bilan shu shartnoma asosida ayni shu elektron platformasi ishlab chiqilgan.
Demak, bundan ko'rinadiki, yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatadigan YTTlar ham, o'zini o'zi band qilganlar ham aynan mana shu Paynet xolisga ulanishi majburiymi endi? Yo'q, hozir bunda aytilgan faqat o'zini o'zi band qilgan shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar. Ya'ni bu yuridik shaxslarga nisbatan tatbiq etilmaydi. Shu savolni bir boshqacha bersam, agar ruxsat bersangiz Sevara, chunki bu savolga bir necha marta berilyapti, lekin afsus bir rasmiy javob yo'q-da. Qarorda aniq qilib yozib qo'yilgan 7-bandda, agar adashmasam, yoki bandidan adashayotgan bo'lishi mumkin, hozir qarab aniqlashtirib olamiz. O'zini o'zi band qilgan va yakka tartibli tadbirkorlar chakana savdo sohasida deyilganda, agarda endi tasavvur qiling, yakka tartibli tadbirkorlar yoki o'zini o'zi band qilganlar yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatadi. Chakana savdosi yo'q. Ya'ni pulli xizmat ko'rsatmaydi. Naqd pulsiz hisob-kitob. Aytaylik, mana shu joyda tozalaydigan, har kun tozalab ketadigan farrosh mana shu binodagi yuridik shaxs bilan farroshlik xizmatlari ko'rsatish bo'yicha shartnoma tuzgan. U jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatmaydi, yuridik shaxsga xizmat ko'rsatadi. Lekin hozir amaliyotda shunaqa bo'lyaptiki, yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatadigan, faqat yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatadigan yakka tartibli tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlarga ham yo'q, san uchun ham bu qaror talablari majburiy deyilyapti. Vaholanki prezident qarorini mundarijasi va mazmunidan bunday xulosa chiqmaydi. Shuning uchun men Adliya vazirligiga bir chaqiriq bilan ham chiqqandimki, balki sizlar tushuntirib berasizlar deb. Joylarda shunaqa bo'lyapti, endi uzr so'rayman. Tushuntirish berish so'ralgan paytda soliqchilarimiz ham o'sha targ'ibot bilan shug'ullanayotgan mahalla-yu hokimiyat vakillari hammasi aytayaptiki, hammangga majburiy deyilyapti-da. Balki shuni tushuntirib ketish kerakdir, aynan mana shunaqa savollar bo'lmasligi uchun. Hozirgi kunda siz aytgan savol haqiqatan bo'ldi. Ya'ni biz uni nima deydi? Turli xil xuddi shunday tushunmovchilik holatlarini bartaraf qilish uchun ommaviy axborot vositalari, ya'ni o'zimizda rasmiy soliq xizmat xabarlar kanallarida ham e'lon qildik. Ya'ni bu ixtiyoriy hisoblanadi. Siz aytgandek, bu aynan shu siz aytgan holatni, ya'ni o'sha dastur ishlab chiqargan tashkilotni o'zi da'vat qilgan. Shuning uchun biz ularni o'ziga ham yuzma-yuz nima deydi, chaqirgan holatda ham muhokama qildik. Shuningdek, soliq to'lovchilarga siz aytgandek onlayn seminarlar yoki bo'lmasam to'g'ridan-to'g'ri uchrashuvlar tashkil qilgan holatda ham xuddi shu holatni tushuntirdik. Ya'ni bunda aynan yakka tartibli tadbirkor va o'zini o'zi band qilgan shaxslar o'ziga tatbiq etiladi. Bunda faqatgina siz aytgandek savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik subyektlariga. Ya'ni unda aytilgan qarordan agar ko'z tushgan bo'lsak, aytilgan ushbu faoliyat bo'yicha soliq hisobotlarini topshirish shu raqamli platforma egasiga topshirilgan, ya'ni hozirgi kunda faqat xolis Paynet bo'lsa, undan tashqari holatlari deyilgan. Ya'ni misol uchun undan tashqari holatlari ham bor-ku, misol uchun tovar aylanmasi 1 milliarddan oshiq holat bo'lishi mumkin. O'zini band qilgan shaxsda ham, yakka tartibli tadbirkorda ham. Shuningdek, ushbu sohadan tashqari faoliyat ham bo'lishi mumkin, siz aytgandek holatlar. Unday holatlar bo'yicha esa o'zini band qilgan shaxs hamda yakka tartibli tadbirkorda o'zi soliq hisobotini topshirish majburiyati yuzaga keladi degan. Ya'ni xolis Paynetni o'zi demak faqat o'sha ilovadagi xizmatlari bo'yicha o'zi topshirib soliqni to'lab beradi. Qolgan holati bo'yicha esa faqat yakka tartibli tadbirkor hamda o'zini band qilgan shaxslar soliq hisobotini topshiradi. Bundan xulosa qilishimiz kerakki, demak bu faqat ushbu nima deydi, sohadagi xizmatlar bo'yicha majburiy deb olishimiz mumkin. Sohadagi uchun faqat majburiy hisoblanadi. Chakana savdo xizmat ko'rsatish bilan bog'liq sohada. Xuddi shunday. Yana bitta menda savol bor. Endi bu narsaga balki Markaziy bank ham bir munosabat bildirar. 246-sonli farmonda yagona QR faqatgina yuridik shaxslarga mo'ljallangani aytilgan. Tasavvur qiling, o'zini o'zi band qilgan shaxslarni ham yakka tartibli tadbirkorlarda ham bank hisobvaraqlari mavjud. Juda ko'p yakka tartibli tadbirkorlarimiz bank hisobvaraqi bilan ham ishlaydi. O'zini o'zi band qilganlar ham bank hisobvaraqlari bilan ishlaydi. Nima uchun menda shunaqa savol tug'iladi? Nima uchun tijorat banklarida generatsiya qilinadigan yagona QRni yakka tartibli tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar ishlatish mumkin emas? Nima uchun ajratib qo'yilganligi? O'z-o'zidan nima tug'iladi-da, savol tug'iladi-da. Yana Paynetni himoya qilish uchun bu narsa qilingandek nima paydo bo'ladi-da, savol paydo bo'ladi. Ya'ni Paynet nazorat qilayotgan bu segmentga yagona QR bilan bog'liq bo'lgan generatsiya sohasi aralashmasin degandaqa holat yuzaga kelib qolganda. Hozir mana sizga tushuntirsam, mana yakka tartibli tadbirkor Zangiota tumanida ro'yxatdan o'tgan, bank hisobvaraqi bor. Nima uchun unda mayli san bemalol bankdagi generatsiya qilib yagona QRni uni ham qo'yib qo'y. Paynetdan olgan maxsus QRni ham qo'yib qo'y degan qarash mumkin emas. Bu yana bitta o'sha nima uchun bular yakka, nima uchun yagona tanlov imkoni yo'q deysizda. Qo'lyapti degan savollarga ham yechim bo'lgan bo'lardi-da.
Siz aytgandek hozir qaror biz albatta biz uni ijrochi biz emas, ya'ni biz faqat qaror ijrosini ta'minlovchimiz. Qaror endi ishlab chiqishdan maqsad aynan nima maqsadda ko'rilganligi endi ishlab chiqaruvchilarga ma'lum, lekin biz ijrochi, ya'ni qarorni ijrosini ta'minlash maqsadida shuni aytishimiz mumkinki, yakka tartibda tadbirkorlar o'sha qarorda o'zida ham aytib ketilgan bankda hisob raqam ochishlari mumkin. Ya'ni mazkur kod holati bo'yicha, ya'ni u yakka tartibda tadbirkor hamda o'zini o'zi band qilgan shaxs o'sha xolis paynetni o'rnatganda o'shani o'zida deyarli hamma funksiyalari mavjud haqiqatdan. Ya'ni naqd pulga xarid qilsangiz ham yoki naqdsiz holatda xarid qilgan taqdiringizda ham o'sha misol uchun hamma funksiyalar mavjud. O'sha qulaylik yaratish maqsadida aslida to'lov o'sha xizmat xolis paynet yaratilgan. Qolgan holat QR kodlarini foydalanish haqiqatdan yuridik shaxslargagina tashkil qilindi. Ya'ni unda faqat to'lovlarni naqd hisob-kitobda, ya'ni jismoniy shaxslar to'lovini amalga oshirish holati mavjud. Lekin xuddi shunaqa holat mazkur kodda ham bor. Bor, bir xil holat, lekin haqiqatdan to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Demak, hali amaliyotda bu narsaga yanada oydinlik kiritilar ekanda, chunki hali yangilik, bu hali yangilik, lekin amaliyotda bu joriy etilgandan keyin hali yana savollar kelib chiqadi. To'g'ri, chunki QR kodlarni qo'llash bo'yicha ham amaliyotimizda haqiqatdan nima deydi? Qanaqa muammolar bor edi? Masalan, o'z-o'zidan masalan yagona QR kodli tizimga o'tilmaydi-ku. To'g'ri, siz aytgandek hozirgi kunda har bir narsa ham joriy qilinganda albatta muammolar bo'ladi. Ya'ni boshida muammo bo'lmasa hisob emas. To'g'ri, chunki hech kim oldindan nima bo'lishini bilmaydi. Lekin biz imkoni boricha nima deydi, tadbirkorlik subyektlariga imkoniyat yaratish maqsadida shu narsani hozir menimcha yaratildi deb hisoblaymiz. Sababi yakka tartibda tadbirkor o'zi oldindan misol uchun qat'iy belgilangan yoki bo'lmasam aylamadan soliq hisobot topshirardi, aylama soliq bo'yicha hisobot topshirish majburiyati bor edi. U bo'yicha albatta to'g'ridan-to'g'ri ularda hisobot topshirish majburiyati yuzaga keladi, topshirmaganligi uchun ma'muriy jarimalar bor edi. O'zini o'zi band qilgan shaxslar esa 100 million so'mgacha qismi demak soliqdan ozod qilingan, shunday soliq hisobotini topshirish majburiyati yo'q edi. Endilikda o'sha holat vujudga kelib qoldi. Ya'ni aynan o'zimiz band qilgan shaxslarda hisobot topshirish majburiyati yuzaga keldi, lekin ular hisobotni qanday topshirish bo'yicha ko'nikmaga ega emas. Hozirgi kunda amaliyotimizda misol uchun o'zimiz band qilgan shaxslar yakka tartibda tadbirkorlardan soni ancha ustun. Ya'ni o'zimizning shaxslar taksilarda olishimiz mumkin yoki turli sohalarda uy sharoitida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish mumkin. Ushbu sohalar juda ko'p sonni tashkil qilganligi uchun endi ular soliq hisobotini topshirishda qiyinchilik yuzaga kelmasin, soliqlarni to'lashda qiyinchilik yuzaga kelmasin degan maqsadda endi shu raqamli platforma yaratildi. Agar hozir endi albatta muammo yuzaga kelyapti, lekin albatta o'rnida bartaraf qilish chorasini ham ko'rib ketilyapti. Shu yerda men Sevar bitta narsani nima qilardim, bir Paynet kompaniyasini vakilini ham bir chaqirsangiz bo'lar ekan, chunki soliqchilarimiz nima emasda, balogardon emasda endi o'zlarining funksiyalari doirasida javob beradilar. Lekin qaror bo'yicha asosiy ijrochi ham. O'sha dekabr oyida shu huquqiy rejimni targ'iboti boshlangan paytda negadir biz paynetchilarni ko'rmadik-da, shu soliqchilarimiz ishladi. Shanba yakshanba demay ishladi. Mahalla bankirlari ishladi. Hokimiyat vakillari ishladi. Paynet o'zi kompaniya, tijoriy kompaniya sifatida o'zini mahsulotini mundoq bir iste'molchilariga argumentatsiya qilib, dalillab, kamchiliklarini tan olib, nima qilganda tushuntirish bermadi. Tushuntirish berganida hozir juda ko'pchilikda negativ tasavvurlar va kartinalar paydo ham bo'lmagan bo'lardi. Aynan negativ deganingizga bitta savol bor edi. Mana hozir aytdilar, bu yangilik tadbirkorlar uchun qulaylik yaratish uchun dedingiz. Bevosita o'sha qaror bilan, hujjat bilan tanishganda quyidagi jumlalar bor edi. 1-yanvardan boshlab yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar Paynet ilovasi orqali chakana savdoni amalga oshirishi belgilandi. Bu haqda aytildi ham. Ya'ni YTT va o'zini o'zi band qilganlar Paynet hamyonida jamlanadigan tushumlardan 1% soliq to'lashadi. Paynetga to'lanadigan 0,9% komissiya esa qayerdan kelgan degan hozir savollar bo'lyapti. Nima uchun bu xizmat bepul emas? Buni evaziga tadbirkorlar yutqazishmaydimi? To'g'ri, hozir aynan bu qarorda o'zida ko'rsatilmagan 0,9%. Ya'ni bu bevosita xolis paynet hamda tadbirkorlik subyektining o'rtasida tuziladigan shartnomadan kelib chiqadi. Endi bu yerda o'z yurisiz, ya'ni ikkita tadbirkorlik subyekti o'rtasida tuzilgan shartnoma o'zaro nima deydi,
qanday holatdan kelib chiqishi, qanday shartlar asosida kelib chiqishi ikkita tadbirkorlik subyektining o'rtasida vujudga keladi. Ya'ni bu yerda aynan soliq yoki bo'lmasam davlat tashkilotini menimcha bu yerda aloqasi yo'q. Lekin shuni aytishimiz kerakki, misol uchun birinchi navbatda elektron hisobot faktura birinchi chiqqan davrda ham aynan shu elektron hisobot faktura xizmatini ko'rsatib beruvchi tashkilot 2 dona bo'lgan. Keyinchalik esa bu nima deydi, talabning ortishi, ushbu holat kengayish natijasida qo'shimcha yana nima deydi, ushbu xizmat ko'rsatuvchilar qo'shilgan. Endi o'ylaymanki, bu ham ya'ni keyinchalik yo'lga qo'yilishi bilan qolgan nima deydi, to'lov tashkilotlariga ham beriladi menimcha. Endi uni solishtirishimiz noto'g'rida, chunki u paytda elektron счет fakturalar rejimi paydo bo'lgan paytda soliq qo'mitasining o'zini bepul taklifi bor edi. Hamma masala shunda-da, uni solishtirish analog sifatida ko'rish uncha o'rinli emas deb o'ylayman-da. Agar analogi boshqa paritetdagi, xuddi shu paritetdagi to'lov tizimi bo'lganda, misol uchun shaxsan men iste'molchi sifatida umuman e'tiroz bildirmagan bo'lardim. Tadbirkor sifatida ham e'tiroz bildirmagan bo'lardim. Unisi yoqmasa bunisiga o'taman degan bo'lardim-da. Oddiy narsa-ku bu. Tadbirkorlar uchun shunaqa tanlov erkinligi berilishi kerak deysizda. Xohlasa 2% qo'ymaydimi keyin, misol uchun-da. Hozir misol uchun siz Didoxga borib, nima sababdan abonplata kiritib qo'yding? Elektron счет faktura bo'yicha nima sababdan shunchadan pul olyapsan? Mana tarifdan demaysiz-ku. Chunki u tadbirkor nimasi bor, aytaylik, tanlovi bor. Xohlasa undan foydalanadi. Hozir bundan ko'p-ku hozir elektron счет faktura taqdim albatta o'yin fikrimda, baribir chunki aynan soliq organi o'zi tanlamagan o'z paytida, shu sababli menimcha tegishli tashkilotlar ham bu bo'yicha nima deydi, rasmiy tushuntirish bersa ham yaxshiroq bo'lardi o'ylayman. Rasmiy tushuntirish berishdan tashqari o'ylaymizki, aynan mana shunaqa nima tashkil etilayotgan yangilik bo'yicha tashkil etilayotgan muhokamalardan ham bevosita tashabbuskorlar ham nazarimizda to'g'ri xulosa chiqaradi. Shu yerda nima bu masala bo'yicha Sevara aka juda to'g'ri aytayapti-da. Bu masalaga mas'ullar bor-da. Misol uchun litrga javobgarlar, metrga javobgarlar bo'lishi kerak-da. Bu masalaga misol uchun raqobat qo'mitasi javobgar. Misol uchun raqobat qo'mitasi ayni holatda Paynetni eksklyuziv huquq egasi deb topish kerak va o'z-o'zidan uni tariflarini koordinatsiya qilish kerak, monitoring qilish kerak, regulyatsiya qilish kerak-da, misol uchun. Ya'ni hozir biz soliqchilardan so'raydigan savolimiz aslida siz so'ragan savolingizni xususan raqobat qo'mitasi javob berishi kerak. So'rash kerak bo'ladi. Bevosita nima deydi, ular bilan ham bog'lanamiz. Albatta bu savol bo'yicha ularning ham fikrini olamiz. Mana bevosita farmonga yana qaytadigan bo'lsak, farmonda yagona QR kodlardan foydalanilmayotganlar bevosita savdo qoidasini buzgan hisoblanadi deyilyapti. Bu qanday aniqlanadi? Yagona QR kodli to'lov tizimi bugungi kunda qanchalik aynan bu tizimga amal qilinyapti? Siz bevosita joylarga chiqib ishlaysiz. O'rganilyaptimi o'zi? Haqiqatan ham bu tizimga ulanishyaptimi deb? Haqiqatda aytganlaridek, endi bu savolni qanchadir qismlar o'sha gapirib o'tib ketildi. Yagona o'sha QR kodli tizimi qo'yilgan, shaxsan tadbirkorlik subyektlarida qo'yilganda onlayn nazorat kassa mashinalari ham registratsiyadan o'tkazilgan, ro'yxatga olingan bo'ladi shoxobchada. U yerda onlayn nazorat kassa mashinasini inkor qilish yoki uni o'chirish degan masala yo'q u yerda. Faqatgina shoxobchaga yagona QR kod tizimini yopishtirib qo'yishi masalasi ko'rilgan. Ya'ni bu endi siz hozir savolingizda aytilgandek, agar buni inkor qilsa, jarimaga sabab bo'lishi ko'rsatib o'tilgan. To'lov terminallarini, cheklarni vaqtida berish o'sha bir-biriga taqqoslab to'g'ri yagona QR kodni o'shanga tenglashtirilgan. Rad etish. Ya'ni aytmoqchiki, hozir misol uchun savdo qoidalaridan biri albatta biri sifatida soliq solish maqsadida nazorat kassa mashinalari hamda to'lov terminallari o'rnatish. Ya'ni hozir bizda soliq qonunchiligimizda to'lov terminallari yoki bo'lmasam nazorat kassa mashinalarini qo'llamaslik yoki bo'lmasam chek bermaslik holatlari bo'yicha misol uchun 2 milliondan 5 million so'mgacha yoki bo'lmasam 20 million so'mgacha moliyaviy hamda ma'muriy jarimalar belgilangan. Albatta savdo qoidalarini buzish bo'yicha qo'shimcha ma'muriy hamda jinoiy javobgarlik ham mavjud, lekin aynan soliq sohasi bo'yicha chek bermaslik holati bo'yicha misol uchun 5 millionlik ish taraf yoki bo'lmasam boshqa yuridik yoki jismoniy shaxs nomiga rasmiylashtirilgan to'lov terminallari yoki bo'lmasam kassa apparatlari foydalanish bo'yicha 20 million so'mgacha misol uchun moliyaviy jarimalar belgilangan. Albatta bu savdo qoidalarini buzish deganda soliq nuqtai nazaridan shu nazarda tutilgan. Savol boshqacharoq qo'ygan edim. Hozirgi kunda qanchalik bu tizimga amal qilinyapti? Endi amaliyot endi to'g'risi 25 joriy etilganiga ham deyarli 10 kundan vaqt oshdida.
hozirda lekin endi buni targ'ibot ancha avval boshlangan edi. avval boshlangan, to'g'ri aytyapsiz. Bizani soliq xodimlari tomonidan buni targ'ibot qilib, tushuntirish ishlari ko'makchi tamoyili asosida bu tadbirkorlarga tushuntirib kelingan. Hozirda bu aytayotgan masalangiz bo'yicha bosqichma-bosqich hozir shu jarayonda ketyapti desak to'g'ri bo'ladi. Chunki to'liq bir egallangani yoki to'liq bir kafolatlangani holatlari hali bo'lgani yo'q, bosqichma-bosqich jarayonda ketyapti. Siz manaqa bo'lsa bo'lardi o'zi qarangda. Bugun mana 2 haftasi o'tdi yilimizni. 2 haftani ichida baribir mana hozir statistika hech bo'lmasa haftada bir berib borilsa bo'ladi. Chunki tizim yangi. Aytaylik, 2 haftaning ichida nechta xususiy tadbirkor maxsus QR kodni shakllantirib generatsiya qildi. Nechta o'zini-o'zi band qilgan registratsiya qildi yoki yagona QR kodni nechta yuridik shaxs ro'yxatdan o'tkazdi, generatsiya qildi. Shular juda muhim narsalarda mana tashabbusli byudjet nima uchun ommabop bo'lib ketdi? Chunki tashabbusli byudjetda odamlar ularning ichida o'zlari manfaatdor ekanligini ko'rdi-da. U targ'ibotidan o'zi manfaatdor ekanligini, yutsa o'zi manfaatdor ekanligini, bu oson ish ekanligini odamlar ko'zda ko'rdi. Tashabbusli byudjet misol uchun bilsangiz, e'lon qilingandan keyin, boshlangandan keyin ovoz berish jarayonida har kuni nechta ovoz berildi hududlar qirqimida. Qaysi hudud yetakchilik qilyapti, qaysi loyiha yetakchilik qilyapti, ma'lumot berib boriladi-da. Bu yerda ham oddiy narsada eng yaxshi targ'ibot o'zi ochiq statistika. Eng yaxshi targ'ibot shu. Kunlik to'g'ri qiyin bo'lishi mumkin, lekin hech bo'lmaganda haftada bir misol uchun haftalik shunday ma'lumotlar berib borilsa yaxshi bo'lardi. Bejizga misol uchun so'ramayman. 6 millionta o'zini-o'zi band qilgan nimamiz bor endi soliq qo'mitasining ma'lumotiga ko'ra. Shulardan qanchasi generatsiya qildi maxsus QR kod? Sizlarda bu yoki haqda 500 ming o'z bo'lishi kerak. yakka tadbirkorimiz bor, respublika bo'yicha. Shulardan qanchasi generatsiya qildi? Yuridik shaxslarimiz, aytaylik 200 ming yuridik shaxsimiz bor. Ularda qanchasi generatsiya qildi? Statistikasi berib borilsa, bu ham bitta signalda ishora. To'g'ri, qarorda o'zida haqiqatan ko'rsatilgan yangi, ya'ni o'sha QR kod yoki bo'lmasam elektron to'lov tizimlari platformasi soliq organiga integratsiya qilinsin deb aytilgan. Biz haqiqatan bu integratsiya qilingan, ya'ni kunlik kerak bo'lsa minutlik ma'lumotlar olsa bo'ladi. Bizda endi dasturlar yaratilgan, haqiqatan hamma statistik ma'lumotlar bor. Agar nimasi keyinchalik o'sha soliq o'zimiz saytlarda ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Yaxshi bo'lar edi shu haqda ma'lumot berib borilsa, chunki 1-yanvardan deyildi bu to'lov tizimiga ulanish majburiy ekanligi, lekin shu kungacha birorta nima deydi manbalarda, rasmiy manbalarda ko'rganimiz yo'q. Nechta tadbirkor yoki bo'lmasam nechta o'zini o'zi band qilgan fuqaro bu to'lov tizimiga ulanganligi haqida. Bu savolni davomi ham bor edi menda. Yagona QR kodli to'lov tizimiga ulanishda hech qanday to'siqlar bo'lmayaptimi? Yagona QR kod hozir generatsiya qilingan 1-yanvardan boshlab generatsiya qilingan bo'lsa, majburiy qilib 1-iyuldan deb belgilangan. Hozirda bu o'sha bosqichma-bosqich soliq xodimlari tomonidan hozir tushuntirish ishlari olib borilib, hozirgi vaqtgacha endi hozir statistika qo'limizda yo'qligi uchun hozir qancha foizda, qancha kolичествоda deb aytamiz. Hozirgacha hali muammolarga hali duch kelinmadi. Savol bo'lsa, o'sha joyida bartaraf qilib, agar soliq qo'mitasida muammolar yuzaga kelsa, joyida bartaraf qilishga harakat qilinmoqda. O'zi masalan muammolar yuzaga kelganda sizlarga masalan murojaat qilib chiqayotganlar bo'layotgandir, balki o'zi chiqsa bo'ladimi? Albatta chiqishadi. Hozir misol uchun shaxsan telefon orqali ham bog'lanishadi yoki bo'lmasam hozir ayni o'tgan hafta ham shuningdek shu haftaning o'zida shaxsan soliq qo'mitasi rahbariyati ishtirokida hududlarda seminar tashkil qilinyapti. Ushbu seminarlarda ham tushuntirgan asosiy savollar ayni shular. Ya'ni ayni xolis payni yoki maxsus QR kodlar asosiy masala sifatida ko'rilyapti. Shu sababli seminarlarda ham xolis payni, shuningdek QR kod bilan bog'liq dastur ishlab chiqarish holatlari, bank xodimlari ham jalb qilingan holatda o'rnida bartaraf qilish holatlari ko'rilyapti hozir. Ya'ni savollar, muammolar vujudga kelganligi uchun murojaat qilinyapti va o'rnida qanday bartaraf qilinishini ham tushuntirib ketilyapti. Shu yerda bitta narsani aytib ketayinda, qo'shimcha bor. Tadbirkorlar bilan uchrashyapsizlar. Bu juda muhim narsada. Muammoni bilib olmay tadbirkorlar bilan uchrashmasdan turib, ular dardini eshitmasdan turib. Xuddi shunday. Shu o'rinda iste'molchilar bilan ham bir gaplashib turish kerak yoki sirli mijoz bo'lib vaziyatni o'rganish kerak deb o'ylayman-da. Chunki iste'molchi ham Paynet xolisdan norozi bo'lishi mumkin, ham tadbirkordan norozi bo'lishi mumkin-da. Nima uchun bu narsani aytayapman? Mana o'zim sinab ko'rgan bozorlarda sinab ko'rgandan kelib chiqib aytayapman-da. Haligacha UzCard ishlamayapti. Misol uchun-da. Humo ishlayapti. Humo kartadan to'liqsiz o'tyapti. Korporativ kartadan o'tmayapti misol uchun. Hali muammolar bor. Buni o'zi aslida soliqchiga aytish o'zi noto'g'ri. Buni
operator o'sha raqamli platformani egasi bo'lgan Paynet gapirish kerakda, misol uchun. Yoki nima ishlamayapti haligacha? Terminal apparatlar. Markirovkalangan tovarlar bo'yicha markirovka kodini aniqlash kerak. Qolgan hamma tovarlar bitta gruppa kod bo'lib o'tadi, to'g'rimi? Lekin markirovka tovarlarga nisbatan istisno qilinmagan. Bu ham o'tmayapti. Shu savollarni misol uchun o'zi aslida idealda qanaqa bo'lishi kerak deymanda, Paynet o'zi yurib, nimalardan intervyular olib, so'rovlar o'tkazib o'zini iste'molchisi Paynetni iste'molchisi faqatgina tadbirkorlar yoki o'zini band qilganlar emas. Fuqarolar. Bozorga borayotgan, savdo majmualarida xarid qilayotgan, qaysidir tovarlarda, xizmatlar xarid qilayotganlar iste'molchisi. Ikkinchi taraf ham borda. Shulardan ham bir so'rovlar o'tkazish kerak-da. Ularning xohishini, ularning e'tirozlarini bilish kerak, noroziliklarini bilish kerak. Mana endi fikrim, iste'molchi sifatida fikrim, men tadbirkor sifatida yoki to'g'ri fikrlaringiz haqiqatan to'g'ri. Bu o'rganish kerak haqiqatan. Ayni shu holatni ham biz yana bir chiqib aytamiz, o'rganishi, muammolarni to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlar bilan sinov tariqasidami qandaydir tanlash usuli orqalimi yoki bo'lmasam shunday holatlar o'rganib turish bo'yicha xolos Paynet o'ziga mana misol uchun o'sha hozir tadbirkorga soliqchi sifatida nima maslahat berasiz? Mana keldi bitta menga o'xshagan injiq iste'molchi keldida, nimaga markirovkani identifikatsiya qilmading deb tursa, nima qilish kerak misol uchun tadbirkorda? Yo'q, bizga hali topshiriq kelgan yo'q, bu funksiyonal ishlamayapti. Yoki xabarimiz yo'q edi. Yo'q, misol uchun shu o'rinda sizlar Paynetdan o'zi so'rashinglar kerak-da, baraka topgur. Sen ishlatmayapsan shu funksiyonallikni. Muammo bo'lyapti, o'tmayapti. Uzkart bilan muammo bo'lyapti, korporativ karta bilan muammo bo'lyapti deb aytish kerak-da, misol uchun. Mana tasavvur qiling, karta bilan bordi Uzkart bilan. Iste'molchi anavi sizlarni targ'ibotinglarga ishongan iste'molchi. Misol uchun o'zingni haqqingni himoya qil, nima dan o'tkazdirtir, Paynet xolisdan o'tkazdirtir, maxsus QR kod orqali shakllantirilgan chekni kerak bo'lsa telefonda tashlab ber degan narsani aytyapti-da, misol uchun. Targ'ibot shunaqa ketyapti-ku. Talab qilsa, u yerda tadbirkor nima qilish kerak? Shu savollar ham bor. Shunga o'xshash yana bitta savol bor edi. Bu yerda sizlar to'g'ri aytyapsizlar. Sen agar qoidalarni buzsang, deb tadbirkorlarga 5 milliondan 20 million so'mgacha jarima qonunchilikka kirdi bu narsa. QR kod bilan bog'liq jazo choralari. Lekin mana operatorlarga nisbatan hech qanday jazo choralari yo'q-da. O'sha funksiyani ishlatib qo'ymagan operatorga nisbatan hech qanday jazo chorasi yo'q-da. Demak, ularga nisbatan ham chora ko'rish masalasini ko'rib chiqish. Ha, allaqachon. Chunki bo'pti, bugun ular yakkaxon ekan, yakka ekan. Ertaga 2 ta, 3 ta to'lov operatori, raqamli platformani operatori paydo bo'ladi. Babu ularga ham jazo choralari ko'rilishi kerak-ku. Demak, shu bo'shliqni bartaraf etish uchun ham shu taklifni berish kerak ekan. Albatta. O'zi ko'rsatuvdan maqsad ham muhokamalar davomida takliflarni ilgari surish edi. O'ylaymizki, ko'rib borayotganlar xulosa qilishadi bu takliflardan. Ko'rib borayotganlar albatta xulosa qilishadi. Men shu nimam katta. O'zi mana qarangda, o'qituvchilar singari, doktorlar singari soliqchilarimiz juda katta ijtimoiy funksiyani bajaradi. Misol uchun hozir suhbatimiz boshida ham aytdingiz-ku, oylik olyapsiz, demak soliqchilar ishlayapti. Shunday. Pensionerlar pensiya olyaptimi, demak soliqchilar ishlayapti. Soliqdan tushum tushyaptiki, budjetga farovonlik bor deysizda. Yana bitta savolimiz bor edi. Mana yagona QR kod tizimiga ulangan dedik, o'sha orqali to'lov amalga oshiriladi dedik. Deylik, to'lovni naqd pulda amalga oshirmoqchi bo'lgan fuqarolar bor. Ular qanaqa yo'l tutadi endi bu vaziyatda? Endi yagona QR kod bo'yicha o'zi qaysi tartibda tadbirkorlik subyekti ishlab kelayotgan bo'lsa, o'ziga hozirda hech qaysi to'lovni qabul qilish bekor bo'lmagan. O'shaning uchun qaysi rejimda ishlab kelayotgan bo'lsa, qulayligiga qarab turib, o'ziga qulay tomoni bilan ishlayveradi. Biz o'ylaymizki, baribir tadbirkorlik subyektiga yagona QR kod orqali ishlashi, o'zi telefoni orqali foydalanib, o'ziga o'sha kashiluk deymiz, o'shandan foydalangani, endi baribir nima deydi, qulaylik sifatida o'zimizdan shaxsiy fikrim endi qulay deb hisoblayman. Lekin naqd pulda to'lovlarni amalga oshirish ham inkor bo'lmagan hali hali amalda hali amalda uni ishlashi mumkin, o'ziga qulay. Chunki agar u shoxobchada o'sha aytganimizdek onlayn nazorat kassa mashinasi o'rnatilgan bo'lsa, to'lov terminallari bilan jihozlangan bo'lsa, fiskal cheklarni chiqarib, to'lov terminallaridan cheklarni chiqarib berib ishlashi mumkin. Endi hozir misol uchun amaliyotda avtobus yoki metroga tushsak, faqat karta orqali.
O'ylayman bu ham bosqichma-bosqich shu nima deydi jarayonga o'tib Bu ketadi deb savolni o'ylayman. bejizga bermadim, chunki o'zimiz ham mana bozorga boramiz, shunaqa nimadir xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ko'p hollarda bo'ladi, naqd bera qoling deydi. O'sha eski kasal terminal apparatimiz ishlamayapti deydi yoki bo'lmasam berib yubordik deydi, qachon borsangiz kassaga topshirgan bo'ladi yoki bo'lmasam aytadiki, mana bu karta raqamiga pulni o'tkazib bering deydi. Shunaqa holatlar ham bordi. Bor. Endi buni soliq xodimlari tomonidan joyiga chiqqan holda soliqchi ko'makchi tamoyili asosida bu tushuntirish berganmiz. O'ylaymanki, barcha bizani tadbirkorlik subyektlarimizda bilishadi. To'lov terminallarini rad etish yoki fiskal kod cheklarni bermaslik qanaqa oqibatlarga olib kelishini o'ziga xabardor. Chunki har doim tushuntirish beriladi, tadbirkorlik subyektlari bilan gaplashiladi, oqibatlari tushuntiriladi. Menimcha insofli soliq to'lovchi har doim to'lov terminallari bilan fiskal cheklari bilan ishlab keladi. Endi to'g'ri hozirgi kunda nima deydi juda ko'p e'tirozlar bo'lishi mumkin, muammolar nuqtai nazaridan. Lekin albatta bu farmonni qabul qilishidan asosiy maqsad boshida aytdik, bu yashirin iqtisodiyotni soydan chiqarish. Nimaga? Chunki prezidentimiz ochiq aytyapti, yashirin iqtisodiyot bor joyda yuksalish bo'lmaydi. Davlat byudjeti qanchalik misol uchun naqdsiz holatda bo'lsa, uni nazorat qilish ham shunchalik oson bo'ladi. Naqd pul desa nazorat qilish qiyin bo'ladi. Misol uchun statistika bo'yicha aytadigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlarda naqdsiz hisob-kitoblar ulushi umumiy nimada savdoda 8-9% atrofida bo'ladi. Bizda esa 19%. Bu shundan ko'rishimiz mumkinki, ular rivojlangan, nimaga rivojlanyapti? Naqdsiz hisob-kitoblar asosida ularni tovar aylanmalarini nazorat qilishini yuqoriligi. Shuning natijasida davlat byudjetiga kelib tushib turgan soliqlarni yuqoriligi nuqtai nazaridan albatta ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda mamlakatimizda yashirin iqtisodiyot ulushi o'rtacha 35% tashkil qilsa, ya'ni bu 500 milliard trillion so'mdan oshiq tashkil qiladi. Buning natijasida davlat byudjetiga tushmayotib turgan soliqlarni endi o'zingiz tasavvur qiling. Albatta bu o'ylaymanki, farmonimiz farmoni bu to'g'ri qabul qilinadi deb o'ylaymiz va bu davlatimizni rivojlantirishga juda ko'p hissa qo'shadi deb hisoblaymiz. Bu masala bo'yicha qo'shimchangiz bormi? Shuni o'rinda aytish kerak. Kuzatilmaydigan iqtisodiyot desak to'g'riroq bo'lar, chunki yashirin iqtisodiyot kuzatilmaydigan iqtisodiyot bir qismi, chunki shu kungacha ham o'sha bozorlarda kartoshka, piyoz, meva, sabzavot sotayotgan tadbirkorlarimiz qat'iy belgilangan soliq to'lashardi, patent to'lashardi, ya'ni ular soliq to'lashardi. Ularda yashirin iqtisodiyot vakillari deyishimiz noto'g'ri, ya'ni ular kuzatilmaydigan iqtisodiyot subyektlari hisoblangan. Endi ularda haqiqatan ham sotuv hajmlarini to'g'risida sizlarda axborot paydo bo'ladi. Misol uchun ya'ni bizda qo'shilgan qiymatimizda, yalpi ichki mahsulotimizda ularni ham o'zlarining o'rni bo'ladi. Ulushi bo'ladi. Misol uchun hozir yaqin kunlargacha, endi 1-yanvargacha aytaylik, o'zini o'zi band qilganlar alohida bir soliq to'lovchilar kategoriyasi sifatida deyarli ko'rilmas edi-da endi. Hattoki men shunday nima qilib qo'yildiki, yaxshi sharoit qilib qo'yildiki, ular uchun agregatorlar misol uchun soliq to'layapti, to'g'rimi? Bunday ochiq aytsak, Paynet xolis ham u agregator o'zi aslida. O'sha soliq agenti bo'lib, Paynet xolisda ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlar o'zini o'zi band qilganlar uchun soliq to'laydi ular. Ushab qolib 1% ushab qolib soliq to'laydi. Ya'ni alohida o'zi har bitta o'zini o'zi band qilgan yoki yakka tartibli tadbirkorda ham soliq to'lovchi sifatida ko'rish boshlanadi-da. Va endi eng asosiyini ham aytishimiz kerak-da, o'zi aslida bu aylanmadan to'lanadigan soliq mahalliy byudjetlarimizning asosiy tushum manbai. Ya'ni misol uchun o'ylab qarasangiz, Zangatada yashaysiz, Zangatada, Marhamatda yashaysiz, Marhamatda, Urganchda yashaysiz, Urganchda o'sha mahalliy hududni byudjetini to'ldiradigan asosiy soliqni mana shu tizim yaratib berish kerak, to'ldirib berish kerak. Ertaga misol uchun soliq to'lovchilar yaratilmagani uchun ham soliq to'lovchi ertaga baraka topkur hokim nima bo'lyapti bu yo'limiz, baraka topkur hokim suvimiz nima bo'lyapti yoki trotuar nima bo'lyapti degan savol qo'yganda o'sha joyda to'lanayotgan soliqlar birinchi navbatda esga olinishi kerak bo'ladi-da. Lekin ko'pchilik bu narsa bilan hisoblashmaydi. Mana nima buni xavotirim yaxshi nima taraf bo'lyaptiki, endi ana hamma o'rgangan soliq tizimi bor edi. Ya'ni qat'iy belgilangan bo'lsa ham tushar edi u. To'g'rimi? Ya'ni yig'imdorlik darajasi yuqori edi. Aylanmadan soliqning yig'imdorlik darajasi yuqori edi har qalay shu kungacha. Lekin hozirgi shart-sharoitda endi juda katta nimaga borildi. Soliq stavkasi bo'yicha
nimaga borildi, imtiyozga borildi. Bu endi mahalliy byudjetlardagi ahvol qanday o'zgartiradi? Shu masala ham bor-da. To'g'ri, hozir bu siz aytgandek imtiyoz sifatida ham qarasak bo'ladi, ya'ni stavkani pasaytirilish yoki bo'lmasam qat'iy soliqni bekor qilinishi. Albatta, shuni ham aytishimiz kerakki, hozirgi kunda qo'shilgan qiymat solig'i ilgari, ya'ni 2025-yil yakuniga qadar hammasi 100% respublika byudjetiga kelib tushardi. Endilikda esa aynan qo'shilgan qiymat solig'ining ma'lum qismi, ya'ni 10% dan 15% gacha qismi endilikda mahalliy byudjetlarga yo'naltirilishi belgilab berilyapti. Ya'ni umumiy respublika byudjetida qo'shilgan qiymat solig'i umumiy tushumda albatta juda katta qism tashkil qiladi. Albatta buning natijasida hududiy endi tuman darajasiga ham manba sifatida yetib boradi va ularni ya'ni ijtimoiy sohalarda yoki bo'lmasam infratuzilmalarni albatta rivojlantirish uchun mablag' menimcha endi yana ham ko'proq bo'ladi bu deyman. Bu to'g'ri. Bu mana prognoz qilinyapti. Bu qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari ko'p bo'lgan hududlarda, yirik shaharlarda, yirik shaharlar atrofidagi tumanlarda, lekin mana bu asosan qishloq xo'jaligi bilan aholisi asosan xorijda mehnat muhojiri bo'lgan hududlarda juda katta soliq to'lovchilar, endi tadbirkorlik subyektlari bular qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilar emasda. Ular asosan aynan shu aylanma solig'i to'lovchilar. Men o'sha hududlarni nazarda tutyapman. Hali qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi asosan qayerda sohalarda? Sanoatda. Ya'ni chuqur qayta ishlash bilan bog'liq yoki zanjirlar mavjud bo'lgan sohalarda-da, chekka hududlarimizda tumanlar nazarda tutyapman. Hali nimani bu darajaga yetib kelmagan segmentlari bu darajaga yetib kelgani yo'q-da. Endi to'g'risi, misol uchun qolgan vazirlik idoralari bilan birgalikda ko'p uchrashib qolamiz yoki bo'lmasam boshqa davlat suhbatlarida ham ko'rishib qolamiz. Ayni shu holatlar bo'yicha siyosat asosiy masala shuki, har bir hudud o'zini nima deydi, aravasini o'zi tortsa aytgandek. Ya'ni o'sha sohaga, o'sha nima deydi, o'sha hududlarda aynan tadbirkorlik faoliyatini yana ham kengaytirish uchun qo'shimcha o'zi harakat qilsin deyapti. Ya'ni imkoniyat yaratib bersin. Chunki respublika byudjetidan albatta pul ajratilyapti. Imkoniyat berilyapti, kerak bo'lsa kredit, past foizli kreditlar berilyapti. Aynan tadbirkorlik sohasini kengaytirish maqsadida berilyapti-da. Endi o'zing chiq deyapti, tadbirkorlik faoliyatini kengaytir, o'zingni manbaingni o'zing kengaytirgin degan maqsadda shu faoliyatni nima deydi, amalga oshiradi. Bu siyosat albatta to'g'ri deb o'ylayman. Mana yuqorida farmon bo'yicha qator masalalar gaplashdik. Hozir boshqa sohalarga ham kirib chiqdik. Soliq bilan bog'liq bo'lgan, deylik, qiymati 25 million so'mdan oshadigan ko'chmas mulklarni ikkilamchi bozordan olmoqchi bo'lgan shaxslar qanday yo'l tutadi endi? Chunki hammasi yagona QR kod tizimi orqali amalga oshirilishi belgilangan edi. To'g'ri. Endi bu 25 million so'mdan oshgan tovar qiymatlar bo'yicha albatta bank hisob raqamlari orqali ham amalga oshirish mumkin. Ya'ni hisob raqamlari orqali to'lovlar amalga oshirish, bo'lmasam notarial tartibda amalga oshirgan holatlar ham albatta bank hisob raqamlari orqali amalga oshiriladi. Buni albatta bilamiz. Shunday holatda bitta narsa vujudga keladiki, savol, to'g'rirog'i fuqarolar men o'zimga tegishli bo'lgan mulkimni sotgan taqdirimda menga daromad solig'i hisoblab qolmaydimi? Chunki bilamiz, 3 yillikdan oshgan holatlar bo'yicha mulklar sotganda soliq vujudga keladi. Lekin shuni aytib o'tishimiz kerak, Soliq kodeksining 378-moddasida fuqarolar, ya'ni jismoniy shaxslar o'ziga xususiy mulk asosida tegishli bo'lgan o'sha tovarlarni, ya'ni mulklarini sotishdan olgan daromadlari daromad solig'idan ozod qilingan. Shu sababli bu holat bo'yicha menimcha savol o'rinli bo'lmaydi. Faqatgina noturar obyektlar, shuningdek xarid qilinganiga 3 yildan oshiq bo'lgan uylarni, turar joylarni sotishdan olingan daromadlarigina soliqqa tortiladi. Bu qolgan xususiy mulklari soliqqa tortilmaydi. Daromad solig'idan albatta ozod qilingan. Mana shu o'rinda savol tug'iladi, aytaylik. Bizda xalqimiz tomorqadan daromad ko'radi. Chorvachilikdan daromad ko'radi-da. Endi hozir xabaringiz bo'lsa kerak, endi mana Toshkent shahri atrofida ham bir necha hayvon bozorlari bor. Bitta sigir olmoqchi bo'lsa 25-30 million so'mda. Mana misol uchun menda endi bu fursat kelgani uchun so'rayapman. Misol uchun hayvon bozorlaridagi hisob-kitoblar qanday bo'ladi? Mana misol uchun oddiy bir olib qaraydigan bo'lsangiz, bitta bir kattaroq sigir olsangiz, bo'zog'i bilan bo'lsa, undan ham qimmatroq. Bir 25 milliondan arzoniga yaxshi sigir ola olmaysiz-da. Ular bo'yicha hisob-kitoblar ham aynan nima bo'yicha bo'ladimi? Albatta, endi qo'rqut naqsiz hisob-kitob asosida amalga oshiriladi. Jismoniy shaxslar o'rtasida. Demak, men shu o'rinda bitta narsa qilish kerak bo'ladi-da. Jismoniy shaxslar o'zlarining karta hisob varaqlarini yoki banklardagi talab qilib olinguncha bo'lgan hisob varaqlarini to'ldirish bilan bog'liq bo'lgan komissiyalarni yumshatish kerak yoki bekor qilish kerak-da.
Juda ko'p banklar mana shu narsani soliq qo'mitamizdan bir ko'tarsa bo'lar edi. Bankka tushgani bu legallashdi deganda, naqd pulingizni olib kelib, men hisob varaqamga solaman desangiz, to'lov tashkilotlarida, masalan, Paynetni o'zida ham 5% komissiya oladi. Paynetni infokioskasiga olib borib, pul solaman, kartamni to'ldiraman deydigan bo'lsangiz, 5% komissiya oladi. Banklar ham komissiya o'rnatib qo'ygan-da. Paynetnikidan kam banklarda. Bu holatda ham komissiya olinadi. Ya'ni tasavvur qiling, siz aytaylik, shu 25 million so'm davlat yangi belgilayotgan qonun qoidalarga amal qilib, qonunsevar inson bo'lib 25 million so'mingizni hisobingizga qo'yaman siz, aytaylik, eng yaxshi holatda 250 ming so'm komissiya olinadi-da. Shuni ham bundoq bir tizim darajasida ko'tarish kerak deb o'ylayman-da. Men o'zi bu haqda necha oylardan beri gapiraman, Sevara. Biz naqdsiz hisob-kitoblarda afzalroq qilib qo'yishimiz kerak-da. Naqd ko'tarib yurgandan, yo'qotish ehtimolidan, o'g'irlanib ketishidan ko'ra arzonroq va osonroq qilib qo'yishimiz kerak. Komissiya bilan bog'liq bo'lgan foiz ko'rsatkichlari ham shunga yarasha kamroq bo'lishi kerak. Meni idealimda, masalan, jismoniy shaxs o'zini hisob varag'idan o'zini hisob varag'iga o'tkazganda, o'zini hisob varag'ini to'ldirganda komissiya olinmasligi kerak-da. Bundan banklar ham manfaatdor bo'lishi kerak komissiya olmasligidan. Ular uchun resurs bazasi-ku. Pulini topshirsa, puli bankada tursa, kartada tursa, resurs bazasi-ku. To'g'ri, fikringizga qo'shilaman, men ham shu tarafman. Mana bizni qaror qabul qiluvchilarimiz oddiy o'zbekistonlik bo'lib ham tasavvur qilib ko'rish kerak-da, 1-apreldan keyin yuzaga keladigan holatlarni. Ya'ni hozir mana huquqiy rejim, yangi huquqiy rejim, mana shu raqamli platformalar ezgu g'oya. Lekin uni realizatsiya qilish bilan yuzaga kelgan xatoliklar, probellar, har xil nimalar, vaziyatlar uni qisman savolga qilib qo'ydi. Aks ta'sir qilib qo'ydi. 25 million so'mdan ortiq bo'lgan uy-joylar, umummaganda ko'chmas mulk va avtomobillarning savdosi ham naqdsiz tizimga o'tkazilishi bu yaxshi. Tadbirkorlarimizga ham o'zi asli yaxshi, fuqarolarimizga ham o'zi yaxshi, davlatga ham yaxshi. Lekin bu yo'ldagi ayrim, misol uchun paydo bo'lishi mumkin bo'lgan to'siqlar yoki qimmatlashishga sababchi bo'ladigan narsa odamlarni hafsalasidan pir qilib qo'yadi. Ya'ni qo'llab-quvvatlash o'rniga tormoz paydo bo'ladi-da. Shu tomonlarni bir o'ylab ko'rish kerak ekan. To'g'ri, endi hozir to'g'ri, endi bizning fikrim to'g'risi, men ham fuqaro sifatida fikrim ham shunday. To'g'risi bu holatda o'sha siz aytgandek bank tashkilotlari, shunday Iqtisodiyot moliya vazirligi, tegishli tashkilotlar bilan ham ko'p chiqilishi kerak deb o'ylayman. Balki sizlar tomonidan ham masalan takliflar ilgari surilar. Aynan mana shu masalalar bo'yicha. To'g'ri, yangi tizim joriy etilganiga ko'p bo'lmadi. Tatbiq etilayotganiga ham hali ko'p bo'lmadi. Lekin o'sha amaliyotdagi muammolardan kelib chiqqan holda baribir sizlar ham taklif berishingiz kerak. Keyin yana bitta narsa, hali bir hisob-kitoblar bormi yoki bir o'lchovlar bormi? 38 milliondan oshdik. Nechta 18 yoshdan oshgan fuqaromizda kartasi yo'q aytaylik. Yoki bank hisobvarag'i yo'q. Buni hozir raqamlashganmiz hamma yo'q. Hamma narsa pinfailga bog'liq. Hozir hamma eng katta raqamlashgan joy soliq qo'mitasi O'zbekistonda. Eng katta, undan zo'r raqamlashgan joy yo'q. Kimi qancha nimasi bor, aktivi bor, xatti-harakati hamma yo'g'i raqamlashgan. Hozir mana shuni ham o'rganish kerak-da, hali 2 oy, 2,5 oy vaqt bor. Kimda hisobvaraq bo'lmasa, banklarga aytish kerak, o'rtoqlar, mana sening hududingda shuncha odamda hisobvaraq yo'q. Shuncha odamda karta yo'q. Bular ertaga 1-apreldan chiqib e'tirozini bildirishni boshlaydi. Meni nima qilaman endi? Nima qilishim kerak deb-da. Hozirdan targ'ibot, ya'ni 30-mart kuni bir kun qolganda emas, hozirdan shu xatti-harakatlarni amalga oshirsa yaxshi bo'ladi. Oldindan targ'ibot amalga oshirilsa, shuncha sifatli natija bo'ladi. Albatta bu amalga oshirilyapti deb o'ylayman, chunki agar a'zo bo'lgan bo'lsangiz, bizning soliq rasmiy kanalimizda deyarli kuniga, yo'qsa kun osha xuddi shu bilan bog'liq ma'lumot joylashtirib borilyapti. Lekin aynan siz aytgandek kartalar qancha ochilgan, u bo'yicha endi haqiqatan bizga bank bilan bog'liq nima deydi, ma'lumotlar integratsiya qilingan. Faqat o'sha tadbirkorlik subyektlarining hisob raqamlarini ko'ra olishimiz mumkin, nechta hisob raqami ochdi. Lekin bu jismoniy shaxsning kartasi, uning raqamlari albatta menimcha o'zlarini qanaqadir ichki siri bo'lsa kerakki, shu bo'yicha bizda aniq ma'lumot yo'q. Endi bank shaxslantirilgan ma'lumot olish mumkinmi? Qaysiki ma'lumot bank siri u shaxs bilan bog'langan ma'lumot bo'lsa. Agar ma'lumot shaxslantirilgan bo'lsa, ya'ni
ularda soni, hududlar bo'yicha, qirqimi bo'yicha ma'lumot albatta kerak deb o'ylayman-da. Hozir misol uchun soliqchilar mahalla yuribdi-ku, xuddi banklar singari. To'g'rimi? Mana ertaga nima bo'ladi? Aholini ro'yxatga olish bo'ladi. Bunda ham aytib ketsa bo'ladigan narsa. Qancha ko'p ma'lumot berib borilsa, aholida shuncha kam savol tug'iladi. O'zi hamma nima deydi, jamoatchilikdagi o'sha norozilik kayfiyati ham asosan shu informatsiya deb ma'lumotlarni shaffof berilmasligidan kelib chiqadi-da. Biz o'rtaga tashlayotgan savollarga ham agar masalan oldindan javob berilganda, bizda hozir bu savollar bo'lmas edi. Yana bir masala bor, bilmoqchi bo'lganimiz sizlardan mazkur tizim ishga tushirilishi munosabati bilan soliq hisobotlarini topshirish qanday amalga oshiriladi endi? Bu bo'yicha aytib o'tilgan, ya'ni o'zini band qilgan hamda yakka tartibda tadbirkorlar soliq hisobotlarini topshirish to'g'ridan-to'g'ri shu to'lov platformasi tashkilotiga yuklatilgan. Ya'ni albatta unda ro'yxatdan o'tgan, ya'ni tovar realizatsiyalarini, xizmatlarini shu platforma orqali amalga oshirgan holatlar bo'yicha o'sha qismini albatta to'lov tashkiloti platformani o'zi hisobotni topshirib beradi. Shuningdek, soliqlarni ham o'sha tadbirkor subyektini ushlab davlat byudjetiga o'tkazib beradi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri yuklatilgan, lekin tovar aylanmasi 1 million so'mdan oshgan yoki bo'lmasam ushbu to'lov platformasi bilan bog'liq bo'lmagan daromadlar qismini albatta o'zini band qilgan shaxslar, shuningdek yakka tartibda tadbirkorlar o'zi tomonidan topshirish majburiyati yuzaga keladi. Shuni asosida shuni bir narsani aytib ketishim kerakki, hozir 2026-yil 1-yanvardan deyarli barcha soliq hisobotlarimiz, masalan, aylanmagan soliq, qo'shilgan qiymat solig'i, resurs soliqlarimiz, shuningdek daromad hamda ijtimoiy soliqlarimiz endi soliq organi tomonidan avtomat topshirilishi belgilab berildi. Bunda albatta soliq organi soliq hisobotlarini shakllantirib soliq to'lovchilarning o'ziga yuboradi. Albatta uni 5 kun ichida soliq to'lovchilar ko'rib, e'tirozi bo'lgan taqdirda o'zgartirish mumkin. Agar e'tiroz bo'lmagan holatda esa soliq organi uni avtomat hisobotni topshirib berishi mumkin bo'ladi. Agar soliq to'lovchi soliq hisobotida o'zgarishlar biroz o'zgartirish holati bo'lsa, albatta unda soliq to'lovchining o'zida majbur saqlanib qoladi, ya'ni o'zi topshirish kerak bo'ladi. Endi yana shunaqa holat vujudga kelyaptiki, soliq to'lovchilar tomonidan aynan daromad solig'ini topshirishda qaysi ma'lumotlar asosida topshiriladi soliq organi? Avtomat deyapsiz. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak degan holat vujudga kelyapti. Albatta bu bo'yicha Mayuj soliq platformasi maxsus platforma yaratilgan. Unda soliq to'lovchilar o'zini xodimlariga hisoblangan ish haqqilari, shuningdek imtiyozlari, shu bilan bog'liq ma'lumotlarni albatta kiritib qo'yadi. Biz soliq organi shu ma'lumotlar asosida soliq hisobotini topshirishimiz mumkin bo'ladi. Keyinchalik ham, misol uchun, soliq hisobotlarida qandaydir o'zgartirish holatlari yuzaga kelgan taqdirda soliq to'lovchilar uni qayta hisobot topshirish asosida to'g'rilashi mumkin bo'ladi. Shu o'rnda meni savolimda, demak, hozir May soliq uzda shaxsiy kabinetida, tadbirkorlar shaxsiy kabinetida hozir sanab o'tgan hisobotlar avtomat shakllanadi. Shunday. Bu hisobotlar hisobot oyi tugashi bilan shakllanadimi yoki o'sha belgilangan oxirgi muddatda, aytaylik, aylanma solig'i 15-kunda topshirilishi kerak. Oy tugagandan keyin 15 kunda. O'sha 15-kuni shakllanadimi? Ya'ni tadbirkorda uni tuzatishga yoki bir ko'rib, bir tekshirib olishga fursat bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Ya'ni 5 kun oldin deyapti. Demak, hisobot topshirishning oxirgi sanasi, misol uchun aylanma soliqda 15-sana bo'ladigan bo'lsa, daromad solig'i misol uchun 15-sana bo'ladigan bo'lsa, demak 5 kun oldin, ya'ni 10-sanada unga yuboriladi. Xabarnoma hisobot. Nimasida paydo bo'ladi? Kabinetida paydo bo'ladi. Ya'ni 5 kun oldin, ya'ni 10-sanada paydo bo'ladi. U 15-sanagacha o'zgartirish mumkin bo'ladi. Agar o'zgartirmasa, bu roziligini bildiradi albatta. 15-sanasida keyin soliq organi o'zi. Demak, o'sha shaxsiy kabinetni ham tekshirib borish kerak ekan-da. Misol uchun tadbirkor o'zi hisobot shakllantirib yuborsa-chi? Lekin hozir bu funksiya o'chirilganmi yoki bu? Yo'q, topshirishi mumkin, unda e'tiroz yo'q. E'tiroz yo'q. Ya'ni aytaylik 5-sanada o'zi shakllantirib hisobotlarni yubordi. Ya'ni imkoni saqlanib qolgan. Saqlanib qolgan haqiqatan. Misol o'zgartirish holati ham mavjud. Misol soliq organi yuborgan, ko'rib o'zgartirish imkoniyati ham mavjud, unda o'zi topshiradi. Ya'ni undan olingan holat bo'yicha ungacha o'zi topshirish majburiyati ham mavjud. Agar topshirmaslik holatiga soliq organi topshirish mumkin. Bu nima maqsadda qilindi? Agar soliq hisobotini o'z vaqtida topshirilmasa, demak yuridik shaxslarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiyasida javobgarlik mavjud. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdorini 5 barabardan 10 barabargacha miqdorda, jismoniy shaxslar uchun 3 barabarlik miqdorda ma'muriy jarimalar belgilangan. Shuni oldini olish maqsadida albatta bu ish qilingan. Hozir shuningdek soliq hisobotlarini vaqtida taqdim qilmagan holatlar bo'yicha ham
ma'muriy jarimalar qisqartirildi. Ya'ni yuridik shaxslar uchun 10 baravaridan 3 baravarga, jismoniy shaxslar esa 3 baravardan 1 baravargacha qisqartirildi. Shuningdek, oxirgi 3 oy muddatida soliq hisobotlarini o'z vaqtida topshirib kelgan soliq to'lovchilariga ham 5 kunga soliq hisobotini kechiktirib topshirganda, demak, ma'muriy jarima qo'llanmaslik tartibi belgilandi. Shunaqa o'zgarishlar bor soliq qonunchiligida. Yaxshi o'zgarishlar ko'p, faqat buni Yetkazish kerak kommunikatsiya orqali aytilmayapti. Ha, yaxshi bo'libdi deysizda, eshitgan ham o'tib ketadi. Ya'ni yaxshi bo'libdi, biz tarafga ham qarab qadam bosishibdi deydi. Massaviy tarqatilmaydi deysizda. Yo'q, bu fikringizga qo'shilmayman. Chunki bu ma'lumotni mana 2026-yildan soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgarish to'g'risidagi hamma ma'lumotlar soliq to'lovchilarining shaxsiy kabinetiga ham yuborilgan. Ya'ni hamma o'zgarishlar axborotnoma shaklida tuzilgan holda soliq to'lovchilarning shaxsiy kabinetiga yuborilgan. Birinchidan, ikkinchidan, o'zimizning rasmiy kanallar Instagram, Telegram, Facebook, boshqa ijtimoiy tarmoqlarimiz ham e'lon qilinib borilyapti. Shuningdek, to'g'ridan to'g'ri chiqqan tadbirkorlik subyektlari bilan ochiq muloqot qilgan holatda ham tushuntiriladi. Endi siz tadbirkorlik subyekti bo'lmaganligi uchun balki iste'molchi sifatida gapiryapman. To'g'ri platformalaringizga berib borilishi mumkin, lekin uni masalan kengroq tarqatish kerak degan mazmunda aytyapmiz. U yerda masalan platformalaringizda a'zolar soni unchalik ko'p bo'lmasligi mumkin. Lekin tadbirkorlar soni a'zolar sonlaridan ko'proq ham bo'lishi mumkin-da. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib aytyapmiz. Yangi tadbirkorlar nazarda Misol uchun hamma tadbirkorlik subyekti ham shaxs kabineti mavjud. Shuning uchun shaxs kabinetiga yuboramiz birinchi navbatda, chunki shu holatda hamma tadbirkorlik subyekti birinchi navbatda ogohlantirish birinchi bosqich shu bo'ladi. Bilamiz, tadbirkorlar orasida, yakka tartibdagi tadbirkorlar orasida, tadbirkorlik subyektlari orasida soliq imtiyozlariga ega bo'lganlar bor. Aynan mana shunaqa soliq imtiyoziga ega bo'lganlarga ham yagona masalan QR kod tizimiga ulanish majburiymi yoki ularga mana shu imtiyoz saqlanib qolinadimi? Maxsus QR kodlar albatta foydalanish majburiy. U imtiyoz boshqa masala. Ya'ni u imtiyozdan foydalanish bu soliq to'lovchini huquqi hisoblanadi. Albatta bundan ixtiyoriy foydalanadi yoki foydalanmaydi. Bundan qo'shilgan qiymat solig'i mustasno deyilgan. Shu sababli bu umuman bir-biriga bog'liq masala emas deb o'ylayman. Albatta QR kodni o'rnatish kerak, imtiyozdan foydalanish bu soliq to'lovchining huquqi hisoblanadi. Lekin baribir yagona QR kod tizimiga ulanish kerak deysizda. Soliq imtiyoziga ega bo'lsa ham. Xuddi shunday. Menda hozir sizning savolingizdan bitta savol chiqib qoldi. Hozir situatsiyani men sizga tushuntiraman. Agar adashmasam, 1-iyuldan boshlab o'zini o'zi band qilganlar uchun soliqni soliq agentlari to'lashni boshladi. Bu taksistlar uchun ham, ya'ni yetkazib berish xizmati ko'rsatuvchi va boshqa agregator xizmatlar uchun ham va yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatuvchi xususiy tadbirkorlar o'zini o'zi band qilganlarga ham nima to'lashni boshladi? Agentlar to'lashni boshladi. Hozir endi agar yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatuvchi o'zini o'zi band qilgan yoki nima bo'lsa, yakka tartibli tadbirkor bo'lsa, haligacha o'sha qoida saqlanib qoldimi? Ya'ni agent to'laydimi? Ya'ni yuridik shaxs to'laydimi soliqni yoki yakka tartibli tadbirkor va o'zini band qilgan to'laydimi? Bu yerda o'zini o'zi band qilgan, shunday yakka tartibli tadbirkor bu alohida tadbirkorlik subyekti. Shuning uchun soliq hisobotlarini hammasini topshirish, demak, o'zining majburiyati hisoblanadi. Faqat to'lov agregatlari siz aytgandek, shuningdek hozirgi xolis paynet holatidagina, demak, o'rtadagi to'lov tashkilotlari soliq agenti hisoblanadi xolos. Qolgan holatlar bo'yicha soliq to'lovchilarni, ya'ni o'zini band qilgan shaxslar hamda yakka tadbirkorlar o'zi topshirish kerak. O'zi topshirib, o'zi to'lash kerak bo'ladi. Soliq to'lovchi ham o'zi. Xuddi shunday. Faqatgina yuridik shaxslar soliq agenti sifatida qanday holatda soliq ushlab qolinadi? Misol uchun jismoniy shaxslar bilan qandaydir fuqarolik huquqi tusidagi shartnomaga asosan xizmat ko'rsatilgan. Misol jismoniy shaxsdan ko'rsatish mumkin holat bo'ladi. Shunday holatdagina yuridik shaxs soliq agenti sifatida to'lov manbaida ushlab qolib, davlat byudjetiga o'tkazish kerak bo'ladi. Qolgan holatda xuddi shu tartibga ketaveradi. Ya'ni to'lov agregatlari holat bo'lsa, u holatda soliq agenti to'lov tashkilotini o'zi hisoblanadi. Undan tashqari holatda esa YTT hamda o'zini band qilgan shaxslar o'zi tadbirkor sifatida soliq hisobotini topshirib, to'lash majburiyati o'zida saqlanib qoladi. Farmonda nazarda tutilgan yana boshqa yangiliklar bo'lsa, ular haqida ham to'xtalishingiz mumkin. Farmonda yana shu narsa aytib o'tilganki, jismoniy shaxslarni, aynan fuqarolar, ya'ni jismoniy shaxslarni 2026-yildan aytilganki, Chirchiq shahri hamda Navoiy shahridagi ro'yxatda o'tgan fuqarolar sinov tariqasida yillik daromad to'g'risida deklaratsiyani topshirish tartibi belgilanmoqda. Bundan maqsad nima? Albatta, bu jismoniy shaxslarni
olgan daromadlarini legallashtirish maqsadida yo'lga qo'yilmoqda. Bu keyinchalik agar o'zini oqlagan holatda butun respublikaga ham joriy qilinadi. Ya'ni bundan aytib o'tishimdan, ya'ni hamma fuqaro qo'rqishi kerak emas. Albatta buni deklaratsiyani topshirish majburiyati soliq organiga yuklatilgan, avtomat shakllantirish hamda topshirish majburiyati soliq organiga o'zi yuklatilgan. Shuningdek, u misol uchun daromadlari albatta xususiy mulk tarzidagi daromadlar, daromad soliqidan ozod qilish tarzida imtiyoz borligini ham yuqorida aytib o'tdim. Shu sababli bunga xavotirga o'rin yo'q deb o'ylayman. Ko'rsatuv so'ngida o'zlaringizni tavsiyalaringiz bevosita bugungi mavzu bo'yicha. Avvalambor taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Bu juda mazmunli, bu muammoli masala bo'ldi. Biz juda xursandmiz, chunki bu aynan shu farmon qarorlarni xalqimizga yetkazishda asosiy omil sifatida ommaviy axborot vositalari hisoblanadi. Shu sababli ushbu qarorni ommaga ham yetkazishda sizlarga avvalambor rahmat aytamiz. Shuningdek, fuqarolarimizdan, shuningdek soliq to'lovchilarimizdan shuni iltimos qilib qolardikki, soliqlar to'lash bu majburiyat emas, bu o'zimizni vatan oldidagi burchimizni ekanligini yana bir bor aytib o'tish albatta biz vazifamiz hisoblanadi. Albatta biz to'lagan soliqlar o'zimiz mamlakatimizni rivojlantirish uchun sarflanadi. Ya'ni ijtimoiy infratuzilmamizni rivojlantirish, ta'lim deysizmi, tibbiyot, shu kabi infratuzilmalarni rivojlantirish uchun albatta bu soliqlar asosida amalga oshiriladi. Shuning uchun fuqarolarimizdan iltimos qilamiz, soliqlarni o'z vaqtida to'lang va farovon hayot kechiring. Eng asosiysi men juda ham istayotgan narsa bu raqobat muhitini ham ta'minlaydi. Shu yagona QR kod nafaqat yuridik shaxslarga, xususiy tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlarga ham nisbatan foydalanish imkoniyati berilishi kerak. Yagona QR kod, ya'ni tijorat banklarida generatsiya qilinadigan yagona QR kodni ham xususiy tadbirkorlar, ham o'zini o'zi band qilganlar foydalana olish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Shunda ularda yana bitta tanlov paydo bo'ladi. Biz iste'molchilarda yana bitta imkoniyat paydo bo'ladi, to'lash imkoniyati. Rahmat etamiz ekspertlarimizga vaqt ajratib kelganligingiz uchun, ko'pchilikni qiziqtirgan savollarga imkon qadar batafsil javob berganligingiz uchun. O'ylaymizki, bizni kuzatib borayotganlar bevosita mana shu joriy etilayotgan yangilik haqida ma'lumot ola olishdi. Agar o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa yoki bo'lmasa masalalar bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda ko'rinib turgan huquqiy nigoh botiga yozib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, bugun biz dasturimizda joriy etilgan yagona QR kodli to'lov tizimi haqida gaplashdik. Ekspertlarimiz bevosita mana shu joriy etilayotgan yangilik haqida sizga ma'lumotlarni taqdim etishdi. Efirlarimizdan uzoqlashmang deymiz. Xayr, salomat bo'ling.